Hasanjon, kreativni sen nega berding-yu? Azobini ham sen ko'rdasan. Ha, bu ishim uchun meni afsuslantirding qishloqqa. Demak, o'z vazifamni bajaribman deb. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Artifakt. Va bu qishloqqa meni voy la'nati bu sasq narsalar yana kelib olibdi. Bu qishloqqa meni jonimga tegdi. Kreativni olgandan beri shu. Ha, o'sha kun hech qachon yodimdan ko'tarilmaydi. Birinchi marta kreativ ko'rdim xohlagan narsamni olardi. Tushunmaysan-da. Tushunishni ham xohlamayman qishloqqa. Bo'ldi, jonimga tegdi. Bularni hammasini yoqib yuborish kerak. Hammasini oxirgi donalarigacha. Hattoki bilasanmi, seni ham uyingni yoqaman. Ha, seni uyingga ham nima kerak o'zi? Meni uyim nima kerak? Balki seni uying nima kerakdir? Yaxshi, Ezib yubordi. uyimni nega yoqasan? Pachoqali. Mana seni uyingga shap ye. Nega portlamaydi bu pachoq uy? Qishloqqa bu yerga kel. Menda buni hamma seni tugatishga taklif bor. Sen meni bir soniya bo'lsa ham eshit. Bu yoqqa kel, meni senda ajoyib bir taklifim bor. Mayli eshitaman, lekin qimirlasa nima bo'lishini bilasan-a? Mayli, shunisiga ham rahmat. Xullas, meni eshit, kel bellashamiz. Masalan, yetular jangi. Yutgan kreativga ega bo'ladi. Yutqazgan esa ayriladi. Yo'qmadi. Endi bor narsa uchun kurashamiz. Endi borligi esa menga umuman xalaqit bermayapti masalan. Menga esa xalaqit beryapti. Tushundingmi? Seni shunchalar ezib yubordimmi? Ha, mayli, sen bilan bellashaman. Agar yutqazsang, seni ezib yuborish bundan ham oson bo'ladi. Lekin agar degan joy borsa, yetolmaysan. Epik telefon seni g'olib bo'lishi ma'no bo'lsa, sen undan ko'raylik. Mana shu blok ishlataveraymi? Yo'q, bironta epik bloklar ol temirga o'xshagan. Redstone Bo'ladi. Qishloqqa buni qo'yasiz, endi kreativni tortib oladigan paytlarim ham kelibdi-ku. qayerdan bilasan? Balki sen birinchi marta kreativdan ayriladigan davrlar kelayotgandir. Buni hali video oxirida bilamiz. Do'stlar, kim yutadi deb o'ylaysiz? Agar meni bo'lsa, like bosing. Qishloqni yutadi deb hisoblasangiz, obuna bo'ling. Pachoqali, meni hamma yaxshi ko'rishdan foydalanib milliard obunachi to'plamoqchimisan? Seni kimdir yaxshi ko'rishga shubham bor. Meni yaxshi ko'radiganlar qilyapti. O'zi hamma shuni deb obuna bo'lgan. Mayli, sen kompyuter desa qutulamanmi? Bo'ldi. Yerto'lani qurish vaqti yetib keldi. Faqat polisdan chiqdi. Meni Rostovli yerto'landa shunaqa narsalar bo'ladi. Seni tushunchalaringga ham kirmagan. Ishon. Oldin o'z narsalarni sen ko'rang. Yerto'la desa, piramida qurib tashlayapsan-ku. Piramida yo'qsa mustahkam bo'ladi. Bo'ldi, yo'q, qishloqqa meni eshitmaydi. Birinchi xonamiz esa tugmali xona bo'ladi. Bu yerda millionlab yoki trillionlab tugmalar bo'ladi. Lekin ularning bir donasiga keyingi qavatga yo'l ochadi. Mana bu porshelar bloklarni tortib oladi. Endi redstone o'tkazamiz. Bu mexanizm orqali tugma bosilganda porshelar yonish o'rniga o'chadi. Bu tarafiga ham uchta porshe qo'yamiz kontrol joy ochilishi uchun. Menimcha hammasi ishlayapti. Ajoyib. Endi bizga juda ham ko'p parametrlar. Osmonlarda uchib yuribsan, yaxshi. Sen nimaga o'tyapsan bilmayman. Endi har bitta resursidan keyin zombi paydo bo'ladi. Faqat koordinatalarni sal almashtiramiz. Bu esa ular juda ham ko'p paydo bo'lishiga. Zombilar paydo bo'lishni boshladi, lekin bu juda ham ko'p shekilli. Porshini bunaqasiga almashtirish kerak. Shunda faqat tugmada turganda paydo bo'lishadi. Bu qotani tushib shunchaki bu yerga sakrash kerak. Yana qishloqqa menimcha qilich bilan hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun kalashnik solib qo'yamiz o'qlar bilan. Va yana boya aytganimdek, parraklarning vaqti yetib keldi. Oho, qishloqni qurgan narsalarni qaranglar. Bu yerda giper, super ko'p darajada parrak bo'ladi. Endi redstone o'tkazish kerak. Oxir-oqibat redstone'lar ham qo'yildi. Haqiqiy dahshat. Bu yerda kreativdan o'tish qiyin. Qishloq qanday qiladi bilmadim. Mana shu yerga kelish kerak qishloqqa.
oxirgi boss bilan jang qilish uchun esa qishloqqa parolni topishga to'g'ri keladi. Parol 500 ming bo'ladi. Menimcha tushunib turibsiz, nega aynan 500 ming ekanligini. Joyni sal o'zgartirishga to'g'ri keldi. Hammani tekshirib ko'ramiz. 500 ming va eshik ochiladi. Buni esa qishloqqa aniq maqsadimiz esdan chiqib qolmasligi uchun. Bitta zarba bu yerga, ikkinchisi esa bu yerga va set duel. Boss uchun arenani yasash qoldi. Albatta bu to'xona temirdan bo'ladi. Bu yer temir qutiga o'xshab qolmasligi uchun ozgina dekoratsiya ham qo'shamiz albatta. Tayyor, endi unchalik ham bo'sh ko'rinmayapti. Bossni o'zini yaratish qoldi. Bu bola bo'lmaydi, bunisi ham bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi, bu ham to'xtanglar. Kaktus juda ham kreativ ko'rinyapti. Mayli shu bo'la qolsin, jonini 500 ta qilamiz, kuchini esa 2 baravarga oshiramiz. Olmos qilish berib. Bular esa qishloqqa oxirida sovg'a bo'ladi. Boss yutsa tushadi. Boss tayyor bo'ldi. Ha, qishloqda boss kaktus bo'lishini tasavvur ham qilmaydi. Xo'sh do'stlar, men o'z yerto'lamni qurib bo'ldim. Bu musobaqamiz juda ham muhim. Eslatib o'taman, yutqazgan kreativdan ayriladi. Shuning uchun g'olibni izohlarda yozib qoldiring. Kim kreativsiz qoladi, kim yaxshiroq tayyorlagan edi. Yeb bu olmas qilganmi? Qarabaqsa, hech narsani ko'rmadik. Bu yerto'ladan tush. Yaxshi, voqima qilmasang-chi, lekin men baribir u olmas qilgan o'shib kerak-ku. Devoriy toshdan bo'lib yotibdi. Ko'rib qoldik. Qo'lni sindirasan deb umid qilgandim. Ming afsus, orzung amalga oshmadi. Bo'ldi ichkariga. Bu yana nimasi bo'ldi? Hozir ko'z oldida tosh qaytadan tiklandimi? Bu hali boshlanishi bo'taloq. Bu devorda regeneratsiyasi bor, chunki seni yo'qashayarsan. Shunaqa degan, mayli, baribir o'tishga harakat qilaman. Shunchaki testda ikkala blok tepsidirib o'tib ketishga ulgurish kerak. Hech yaramas. Namuncha test bu yoqqacha boshqatdan temir qilga berishim kerak edi o'ziga. Mayli, bir marta kirdimmi, ikkinchi marta ham kiraman. Ana uni ko'ryapsan mana buni. Men yana qayerdaman? Bu yana nimasi? Qanchoq shanarsana qanday qilasan buzilsa o'zgaradi. Bu yana nima bo'lib bo'ldi? Temirmi? Xo'sh, men bitta temir bilan nima qilaman? O'sha yana bitta topdim. Namuncha rasvona sarramkada darsalardi. Xo'sh, endi bitta temir menga qanday yordam berishi mumkin? Yana bitta topib baqirsa water drop qilishim kerakmi shunda? Kalla nima uchun berilgan ishlar? Ha, bo'ldi tushunarli. Qaychi yasash kerak? Qaychi orqali esa mana bu o'rgimchak to'rini olish kerak. Endi yana bir urinib ko'r. To'xta. Hozir men bu yerga tushganim bilan yana qaytib teleport bo'lmaymanmi axir? Lekin to'g'ri aytasan, shuni o'ylamaganimni qara. Obbo, endi nima qilasan? Menda bitta g'oya bor. Pastga tushayotganda to'rni sindiraman. Tayyor endi bo'lsa, bo'ldi. Birinchi bosqichda o'tib bunaqa xursand bo'lmaydi ekan. Tushunishim bo'yicha men bu yerdan chiqib ketish uchun mana bu yerga turishim kerak. Lekin bu yerda turganimda qandaysiga u yerga boraman. To'g'rimi? Redstone signali negadir past. Demak, oltin bloklarni kovlab shu yerga tashlash kerak. Va negadir lyuk ochilganini tovushini eshitmadim. Ochilmabdi. Bu xatomi? Yo'q, kallangni ishlat o'zgida kallang. Ha, tushunarli. Nega o'zi bu haqda boshida o'ylamadim? Oldin bularni maydalab, keyin tashlash kerak edi. Shunda yo'l ochilishi kerak. Va yo'l ochilmadi. Ayku yo'ldan past desam xafa bo'lasan yana. Ha, qishloqqa charchaganman shekilli. Butunlarni maydalash kerak edi-ku, xuddi oltin bloklarga o'xshab. Nega shu haqda birdaniga o'ylab qo'ya qolmadimmi? Wow, bular ajoyib ko'rinyapti. Yo'l esa ochildi va nihoyat. Ayku pastda mayli, teknoxonaga o'tib umid qilamanki bu yerda. Yo, men ayku yana yetmaydi. Xo'sh, men tushunishim bo'yicha bu xonayda mana bu redstone blokni mana bu yerdagi eshikkacha olib kelish kerak, to'g'rimi? Bilmadim, shunaqa bo'lish kerak. Yordamlar yo'q men tarafda. Yordamlar shart ham emas. Mana shu yerga olib kelish kerak. Aniq bo'ldi. Boshi bilan surishni boshladik. Bu yoqqa, u yoqqa va yana tortib oldik. Demak, tezda qilish kerak bu ishni. Endi nima qilish kerak? Qayoqqa olib bu? Va bu bilan tortib olsa bo'ladi. Ajoyib. Men bunday bosh qotirmalarni juda ham yaxshi ko'raman va bir-ikki deganda men olib kelib bo'ldim qishloqqa va eshik ochilishi o'rtaga sirib ketdi. Shunaqa bo'lish kerak edi. Bu zamonaviy stil. Bu qanday nima qilish kerak? Bu yerda qandaydir tuxum, eshakniki. Otnikini topolmadim. Kreativdan biror nima topolmaysa, u senga nima kerak? Hozir men pastga sakrab eshakka o'tirib olib tirik qolishim kerakmi qishloqqa? Nega bilib turgan narsani so'raysan? Bilmadim shunchaki. Balki uni devorda paydo qilib shart o'tirib olarman va u devorlar orasida qolib ketdi. Patsanjon o'lmasdan o'tolmading. Bad eshak xudo yana. Bu safar ehtiyotroq bo'lishga harakat qilaman. U paydo faqat pastga tushib ketdi o'tirishga. Ulgurmadim. Xo'sh, hozir men buni paydo qilaman-da, sal itarib o'tirib olib biz havoda turibmiz. Ajoyib, rahmat Minecraft. Omadsizlik bu chegara emas. Bu yana nima? Minecraftda arzimaydisizmi? Bir-ikki arbuz bo'lib o'tirmadi. Balki hammasini boshqa o'ylangandek qilish kerakdir. Xatoy paydo qilishga bu qayoqqa paydo bo'ldi? Xo'p, shoshilmasdan ohistalik bilan paydo qilamiz. Sekin uramiz, tushib ketganini saqlaymiz. Bu eshakmi o'sha tirik qoldi. Bu mening imkoniyatim va nihoyat men uddaladim. Uddaladingmi? Devorlardagi yozuvni o'qisang yaxshisi. Nima deb yozilgan ekanchi? Endi bu yerda
bilan qanday chiqasan? Va bu hamma yerga yozib chiqilgan, to'g'rimi? Yo'q, yana boshqa gaplar ham bor. Teparoq qildi. Qani qayerga nima deb yozilgan ekan? Endi bu yerda qanday chiqasan? Sakrash shart emasdi. Nega shart emasdi? Kreativ uchun bellashyapmiz-ku. Sen baribir ma'lum bo'lasan-ku, o'shanga sakrash kerak emasdi. Baribir yutqazasan. Hali sen meni tuzoqlarimdan o'tganing yo'q e'tiboring uchun. Bu yer Minecraft. Hamma shqa-dushqalarini tashlab sen meni yer to'labga ketyapsan. Oho, lambalonlarni rosa olibsan-ku. Qani yer to'layni ko'rsan, yo'yaman navbatga kirishdan so'ng kim shunaqa loppaqmi? Nima bo'ladi deding? Tushunmagan ertaga tushunadi. Bu yerda tushunarli, bu yerda bitta tugma bor, o'shani bossam osonlikka chiqaman. Bir boshlash kerak, aniq topaman. Va nihoyat eng birinchi tugmani eng oxirgi bo'lib bosding. Vaqt ko'p yoz qo'ygan bo'lsa ham. Qani o'zi yur, bu tugmani yopilib qolaveradimi, epik qilmaysanmi? Sen ham ozgina yugur dedimda semirib ketgansan. Qara, Qo'ymashim. ikkinchi qavatdan ketish uchun senga dastak kerak bo'ladi. Shunday anavi gulobchilar xavfli masxara qilib mayli tushdi o'ylanadi. Voy buni urib tashlayapti, sadani ochishga qo'ymayapti. Qoch, sadani ochaymi? Qoch. Tupurama hozir yuziga, qoch hamma. Ular bilan jang qil, bu yerda qilich ham bor. Dastakni topdim. Yo'q, men bu yerda menga ko'p pul so'q bor ekan. Ularni olmasdan ketmayman men bu yerda. Bironta sandiqdan qilich yo'q-ku, aldoqchi. Nega bo'lish kerak edi? Yaxshilab qidirmagansan, hammayni tashladim ol. Tosh qilich, qilich, yaxshi o'yoq berma deydi. Men shunday buyurman. Masaga. Sabizga ur. Ular ham men ketdim. Sovg'alarni hammasini oldim. Qo'ydim. Hech narsani tushuntirishyapman. Men bu yerda nima qilish kerakligini bildim. Cho'chqachani paydo qilish kerakmi endi? Keyin orqamdan yur deb yalish kerak. Yaxshiyam oxirida IQ bilan maqtanib qo'ymading-da. Bu pachoqani nega orqamdan kelyapti? Kel orqamdan. Oynani sindirib yubordi. Oynani sindirib yubor, men buni bejab qo'yaman. Nima qilmoqchisan? Mana senga. Qochib ketdi. Bu yoqqa ozgina qoldi. Bu cho'chqani aytdingiz, men uslab ketgan shekilli. Bo'l ustiga turdi. Yugur, hozir yo'l yopiladi. Yugur, qishloqqa yugur. Voy boshim. Shuni sen qishloqlarga boshlab, sen kattaroq sen o'lib qo'ymaysanmi chiqib? O'ylab qolsam kerak-da. Xo'sh, bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda sen juda ham ko'p mahluqlar bilan jang qilasan. Nimani yarmini kiyinlarda qolgan yarmini kim oldi? Soliqlar, korrupsiya, yovuzlar. Tugmani bosish kerak, mana bu endi tushunarli. Tayyor. O'qlarni olishga men sendan chiqib qolmasin. Ular kerak bo'ladi qani. Joyni kattasini hidi kelyapti. Sen ham sezyapsanmi? Bu seni tosh tugmada qancha payt turishingga bog'liq. Tekshirib ko'rishing. Bu qavatda bitta va juda ham muhim qoidasi bor. Qancha tosh tugmada ko'p tursang, shuncha senga yaxshi bo'ladi. Rostdan buni tekshirib ko'rish kerak. Umid qilamanki, aldamayapsan. Hech narsa bo'lmayapti. O'ylanadi. Voy jonim. Bular yana nima? Pachoqlar? Yana o'zgina ko'proq turmading-da. Mayli, buni seni o'rniga men qilib berishim mumkin. Xavotir olma. Sen xohlaganingcha tur, men bularni yerda turib yo'yaveraman. Yo'qda, jang epik bo'lmayapti, pastga tushish kerak. Mana jang endi boshlandi. Yo'q qilaman harmoni. Nima sen voy meni ham qo'yib tashlashyapti. Men tasib bo'lmayman. Yo'yaman, o'qlar yaramas qurol, o'qlar. Yo'q endi senga zombi. Bo'ldi, sap chekilishi. Mayli, hazillashib, balki kelisharmiz. Kelishishni xohlashmaskanmi? Yo'q, nimaga hozir mana kelishib oldik bir zumda. Menimcha jang sal qisqa bo'ldi. Balki yana ozginagina uzaytiramiz. Asab battik emas. Yo'q, bu qisib qolmaydigan yo'l qilishni ham bilarkansan-ku. Ha, albatta bilaman. Faqat sen ozgina qiynalishingni xohladim. Qachon sanda bu super kuchni bilamasizmi? Senga qulash mayli cheviramiz. Deymi, qarayapsan. Bog'ormiyatda taxta mayli chopamiz. Ortiqchalik qilmaydi. Umuman olganda bu taxtani ishlatish uchun qo'ymaganda madashib qo'yib yuborganman. Nega olyapsan? Chopish mumkin emas. Demakda mumkin emas. Mumkin bo'lsa sakrash kerak bu yerga. Bu parraklarni ko'ryapsanmi? Seni maydalab tashlashga tayyor. Faqat ular maydalamaydi uchiradi. Menga afsuski. Men borish kerak bo'lgan joyni ko'rdim shekilli, teshik bor ekan, taxtalarni ishlatamiz. Voy yaramas, g'urromchi taxtani ishlatma dedim. Qilma katta bo'lasan. Hozir shu olayani yerga uchiradi bu yaramas parraklarni meni ko'p toqib tashyapti-ku. To'g'ri qilishadi. Seni boshingdan ham zo'r koptok chiqadi. Pachoq, bu yerda ikki blok ekan-ku. Men ikki blokka sig'mayman-ku. Nahot endi bilyapsan, kallarni ko'rmayapsanmi, sig'maydi. Voy, shunaqa degan, shuni o'ylamaganimda qaramayli, yo'lni sal kattallashtiraman bo'ladi kir. Rostini aytsam, ko'nglayapti. Bu yerda parol qo'yish kerakmi? Yana qanaqa parol? Bu parol bizning maqsadimiz. 1 millionmi? Yo'q, bu ham maqsad to'g'ri, lekin hozirgisi
yaqin kelajakdagi maqsadimiz. Tushunarli, 500 ming tayyor. Yana bitta parol, bunisi yana nima bo'ldi? Bu safar 1 millionmi? Ha, bunga ham 500 ming bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, hozirroq omona bo'lamiz, 500 ming bo'lishimiz kerak. Fikriga qo'shilaman. 500 ming muhim son, unga qancha tez erishsak shuncha yaxshi. Xo'sh, bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda yo'qotdi, bezatlar bu, bu yerda tushunishim bo'yicha bu yerda qolsa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, nahot tushunsangiz mana bu yerda boss bor-ku. Qani, bu yerda lava suv, kaktus bor faqat. Xo'sh, suv meni raqibimiz. Lava bilan urushib turamiz, senga qo'zimiz. Kaktus bo'ldi, yo'yaman uni. Kaktus birinchi boshlamaydi. Unda men boshlayman, yo'yaman. Oldin janobaysan, kalashnikdan o'qordiga so'p qo'yaman. Nima meni so'kdingmi? Yaqinda urmaysan deysam, bu yoqda, yaqinda. Tosh qilinchda bo'lsa ham yo'yaman. Voy jonim kamayga, mayli, yo'yaman barmi? Kaktus senga ishonaman, bu qishloqiga ko'rsatib qo'y. Ikki kunlari o'tganda sanchyapti. Nima bo'lganda ham yo'yaman. Dunyoni boshqa burcha ham qochib ketsang ham, qochib ketmasang ham yo'yaman. Oldidan yo'yaman, orqadan yo'yaman, qilichda yo'yaman, oyoqdan yo'yaman. Xullas yo'yaman, yo'qol bo'ldi. Kaktusni joni 500 ta qilib yo'yolmaysan. Seni motordimi? Buxoro ishlarim bor. Bu yerda xazina sochilib yotibdi. Yig'ishtirish kerak hammasini. Xazinasini bega afsuski yoqish kerak. Yo'qsa ekonomika buzilib ketadi, narxlar ko'tarilib, vayronagarchiliklar, xullas IQ yetmaydi. Birinchi marta bularni yo'q qilishini ko'rdim. Xo'sh do'stlar, endi sizning fikringizcha kim g'olib bo'ldi? To'g'ri, sizlar hal qilishinglar kerak hammasini. Menimcha men yutdim, lekin bari men yutdim-da. Do'stlar, meni mana bu sassiq narsalardan qutqaringlar, men yutganimni aytinglar izohlarda. Qo'ying, buni o'yinglar. Bu insonlarga esa meni qo'llab-quvvatlashayotgani uchun katta rahmat. Xayr.